İçinden rad etib bo'lmas taklif. 32 talik predmet, 6 kishili oshxona naborimiz. Bu oshxona naborimiz ichida 6 ta chashka, tagida tarelkasi bilan 6 ta kosa, 6 ta kichkina va katta tarelkasi va 2 ta avvalgi to'rtburchak tarelkalari ham bor. Buni eski narxi 599 ming bo'lgan. Lekin endi mumkin keldi. 120 mingga narxini sindirib, 479 ming qo'ydik. E'tibor berasizlar, chetlari tilla zarli, naqshlari o'zidan bo'rtib ishlangan. Sonxon Min o'z qo'llari bilan Xitoyda tayyorlagan. Faqat shumi deb o'ylaysizmi? Mumkinga bitta chegirma yarashmaydi. Davom etamiz. O'zimga ham bermayapti. Ko'rsatishga beringlar, ey. Mana bu pechonitsa tugadi mana. Hazillashib 23 mingdan deb og'zimdan chiquvdi, qolmadi. Tugadi. Aytilgan gap, otilgan o'q. 23 ming dedikmi? 23 mingdan. O'zimga olmam. O'zimiz chegirma berib, o'zimiz olyapmiz. 45 mingdan sotayotgan ekan, 38 mingga tushirib qo'ydik. Odamlar kutib turibdi. Bo'ldi, syomka qilib bo'ldik, bosaveringlar. Sut olayman. O'rtoqlar mana 110 mingdan sotilayotgandi. Biz xodim sindiramiz. 85 mingga tushirib qo'ydik. Qaytga bundan ortiq podarka bo'lmasa kerak. Biz har kuni har xil gapirmaymiz. Biz bitta gapiramiz. Shunday ichidan arzonni topsangiz, yanada arzon qilib beradi. Kerak bo'lsa pulingizni ham qaytarib beradi. 0.5% cashback ham qilib beradi.